Assalomu alaykum. Mana Jamshid akaga kelganimga mana bir oycha bo'lib qoldi. Yana bir 3-4 kundan keyin bir oy bo'ladi. Alloh mulladan rozi bo'lsin. Ko'zlarim qisilib kelgan edi. Mana shu nerv pardalarini, nerv shoxlarini shamolatgan ekanman. Ko'zlarim yumilib, yuzim sal qiyshayishni boshlanuvdi. Hozir mana yaxshi. Ozgina bir prosentlari qolgan deyaptilar. Hozir qichishib ozgina tuzalishlar ham oxiriga yetib qoldi. Yaxshi, lechenialarim yaxshi davom etyapti. Oshqozonim, jigarim to'xtadi og'rishlardan. Ozgina shu ketlik atrofida ozgina operatsiya bo'ldim. O'sha kindagi atrofidagi grijalarimni ozginasi yana qaytalanmaydi. Yana o'sha joylariga nina qo'yib yaxshi davo topganman. Bundan ancha yil oldin qarindoshimizni aytgan edim, bo'yda bo'lmagan. O'shalarni ham lecheniyaga tavsiya etib, ularga jo'natdim. Hozir 4 ta bolali bo'lib, bolalar katta-katta bo'lib ketishdi. Shularni sharofati bilan Jamshid akamlarni bolali bo'lishdi mana. Ular har gal meni ko'rsa, "Voy salom deb qo'ying, Jamshid akam so'rab qo'ying" deyishadi. Xursand bo'lib, mana hozir bolali bo'lib, lecheniyalarni olishgandan keyin yaxshi natijalarga erishib, sog'-salomat yurishibdi. Falangilar kelishdi. Farzandlari nechta qolib bo'yaga yetganingiz hozir? 4 ta, 5 ta farzand bor hozir. Hozir ancha yil oldin olishgan edi, hozir yana balkim ko'payishgandir. Lekin rosa xursand bo'lib gapirishadi. Er-xotin kelib ketishuvdi. O'zingizda bosh og'rig'lar yo'q, asabiylashish yo'q, xotirjamlik. Mana yig'lab, siqtab, ko'zimni vrachlarga ko'rsatdim, ukollar oldim, lecheniyalar oldim, arilarga bordim. Ancha kun qatnadim. Aridan ham foyda bo'ldi, lekin ninaga baribir yetmaydi. Chunki men ancha yildan bir ninani anaqasini foydasini ko'rdim. Nina baribir o'zini nimasini nima deydi, lecheniya olganda o'zini samarasini beradi. Sabrli bilan faqat olish kerak, shunga ishonish kerak, ixlos qilish kerak. Sabr bilan kelib hamma narsa muolajalarni vaqt-vaqti bilan qilinsa, o'sha natija beradi. Shunda Dilfuza opa esingizda bo'lsa, o'sha 2000-yillarda kelgan